Dadasi tayyor. Oching. Yo'q, uyalaman. Boshqa bironta medsestra chaqirsak bo'lmaydimi? Mendan uyalasiz boshqaga ko'rsatasizmi? Qani tez bo'ling. Anaqa qayerda o'qiganman deganding? Ha, 3 oylik kursda, zaochniy. Xavotir olmang, hamma ukol qilishni bilaman. Почти. Почти? Aytgancha, siz boya menga jahl qilib gapirdingizmi? Senga yo sizga gapirmadim. Kelin, davleniyam o'lchab qo'ying. Xo'p bo'ladi, 20 ming bo'ladi oyijon. Nima? Voy, uzr, o'rganib qolmanda. Kelin, yaxshi ekanman. Endi nima qilishim kerak? Voy, sizga umuman asabiylash mumkin emas, oyijon. Uylar ivirsib tursa ham, kirlar yuvilmasa ham, ovqatlar kechga qolib ketsa ham, umuman asabiylashmang. Xo'p. Dadasi, bozorga olib keladiganlaringizni ro'yxatini yozdim. Nima bu? Men xitoycha tushunmayman. Voy, bu xitoycha emas bu. Mana kartoshka, sabzi, piyoz, guruch, pampers ham yozganman. Shu pampersmi? Mana shu bitta chiziq pampersmi? Kelin, qo'lingizdan bir achchiqqina mastava ichaylik. Siz avval men bergan dorilarni iching, ular ham achchiqqina, oyijon. Uni buni qo'ying dadasi. Haligi cherepnim ko'tarilib ketgandan keyin hech o'zimga kela olmayapman. Magniy kalsiyni birlashtirib ichadigan bo'lsa, mana o'z soch tomirlarim kapsulalariga ham ancha foydasi bo'ladi. Temir yetishmayapti. O'zbekcha gapi? Go'shtlik yeb turaylik, maylimi? Hay opa, to'xtang, siz kimga ekan? Ha, kelin, o'zim uyimga kirsam maylimi? Uzr oyijon, yana o'rganib qolmanda. Ovqating tayyormi? Ko'rmayapsizmi odam ko'pligini dadasi? Sen ovqatga qarab, men qarayman kasallaga. Voy, jinnimisiz? O'qimagansiz-ku? Hozir o'qish shart emas. Kimda navbati? Meni. Yo'q, apaniki. Qayerdan keldilar? Yangiyo'ldan. Bormi og'riq? Bormi og'riq? Shoshmang. Menga qarang. Siz meni bolalarimdan bittasini otasiz-a? Nima? Tushunmadim. Voy, nega hayron qolasizlar? Ha, o'g'lingizni bog'chapasiman. Dekabr oyining to'lovini qilib qo'ying bog'chasini, maylimi? Iskandar uyiga bo'lsa, panjakamnikiga gaz baloni olib kelib taylab ketsin. Allayo, alla. Men senga yosh bolamanmi? Yo'qoldi. Voy. Kim ovqatlarni oxirgi bo'lsa, ana o'sha idish-toqlarni yuvib qo'yadi. Tushunlaringizmi? Xo'p. Ya, kelin, nima bet sizga bog'chami? Nima ovqating go'shi yo'q, Ichuvering, ertaga bog'chaga boraman, go'shtli ovqat ertaga bo'ladi, dadasi. Ya jinnimisan, bog'chadan uyga narsa olib kelma, u birovi bolalarniki. Nima qilibdi? Biz ham birovi bolasimiz-ku. Menga qarang, hamma uyga ketib bo'ldi. Siz ham kimdir olib ketadimi? Nima? 30 yildan beri hech kim olib ketgani yo'q. Bu meni uyim, kelin. Voy, oyijon, uzr, bog'cha bilan uyga adashib qo'yibman-da. Hozir muzika o'tishi bilan kim birinchi stulga o'tirib olish. Nima xol? Sansib qo'ydingmi? Ay, nima urasiz? Men emas, ukam. Dadasi, nega siqilib o'tiribsiz? Qo'ygan. Odam siqilganda-chi, dadasi, og'ir ma'noli qo'shiqlar eshitish kerak. Hozir men o'zim kayfiyatingizni ko'taraman. Ana. Voy, uzr dadasi. Qoch. Bo'ldi dadasi, topdim. Mana. Voy.